Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Qo'yib bugun xudo xolasa sizlar bilan birga qo'g'in ekamiz. Mana hozir hamma postlarni cho'tki qilib cho'chib chiqdik. Bir qopni pon o'sha 6 qatoriga, arig'ini qirg'oqlariga, ichlariga qilib cho'tki qilib sepildi. Qolaversa mana kilonkiga ham ariq olib chiqildi, cho'tki qilib. Mana qilib ko'rsatay, o'zim ko'rsatavermaydi. Mana shunday qilib mana kilonkiga ariq olib chiqildi mana. Ekin mana ko'chatni ham ko'rsatib qo'ydik. Mana ko'pchilik so'rovdi. Qovunni navi nima? Dagara degan qovun. Mana ko'chada tayyor. Faqat hozir biz kilonkani tortib, kilonkam keldi. Ko'mamiz, ekamiz. Albatta sizlarga sekin video orqali ko'rsatib borishga harakat qilaman. Kilonka nechilik? 1.40 bo'ladi. 1.40. Mana 1.40 ekan. Biz o'sha arada qirg'og'idan 15 sm qochirib turib, mana kilonka ko'mgan joy qilindi mana. Ko'rgan bo'lsalar. Hozir sekin kilonkani ko'mamiz. Operator yo'q, shuning uchun qilinib bo'lgandan keyin albatta sekin etap bilan ko'rsatib boraman. Hozir birinchi ko'malik, keyin ko'rsatib boraman sizlarga. Ha? Biz ikkovimiz mana shunaqa tortib bersak, ular ko'mishaveradi. Ha, ikki tomondan tortib bersak bo'ldi-da. Ha. Tarangroq qilib tortib bersak. Mana obunachilar, xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim boshlandi. Hozir ikkita qirg'og'ini cho'tka qilib tarang tortib bersak, bu yerda hasharchilar ham bor. Hasharchilarni ko'rsatmay qo'ying. Shuna qilib yopilar ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa kilonkalarimiz tayyor. Ko'chat ekishga endi olmonda apparat bor ekan. Mana tepa tomoni. Shuni ezilar ekan. Endi eng qizig'i nariyani teshib qo'ygan. Qaranglar. Rovni 50 ga qilinyapti. Mana qilib teshib chiqlar ekan. Shu bola qo'lgali yo'q, oldingilar yog'och chiqib olgan. Ko'rgan bo'lsalar, yog'och chiqib turib, o'shani teshlardi. Bunda sim qilib qo'yilgan mana. Teshilyapti, nari tomondan sim teshib qo'yapti kilonkani. Razmeriga o'lchasanglar bir xil qilib teshilyapti mana. 50 ga qilib ekyapmiz. Endi dehqon aytmoqchi, hamma narsani qilyapmiz. Endi hammasi Allohdan. Lekin sizlardan ham bir duolaring kerak, duo qilib qo'yinglar. Ilohimga xata ko'karib, ser hosil bo'lsin. Mana. Tomosha qilaveringlar oxirigacha. Uni ushab, sekin bunday qilsalaring tushadi. Mana. Bo'ldi mana shunday. Mana birinchi ko'chat tushdi o'g'laza. Yerga. Yumshoqroq joyda ko'mib qo'ygan. Ha, kilonkani yopib qo'ylar ekanda. Ha, teshik yopib qo'yiladi mana shunday. Ko'chat chunki pastdagi nima? Mana qilib obunachilar ariqqa yaqinroq qilib teshlar ekan. Bunday qiladigan bo'lsak, mana shu yerdan shunday ekan. Mana qilib olish kerak ekanda. Sizlar o'rgan olyapsizlarmi? O'raganda kilongan yirtib, qo'lni teshib ko'ylab o'tirganda ko'ra zo'r ekan. Endi dehqonlar bo'lsa mana shunaqalarni ichimiz ikkita yasab qo'ysalar, ikki kishi ikki tomonni vazirlatib teshib beraveradi unday qilib. Stakana mashina razmerida, shuni tushaveradi. Mashina razmerida. Yerga qatirib qo'ymas ekan.
tagini. Qilmagan ishlarimizda ko'raylik. Yaxshi niyat bilan ekyapmiz-ku. Lekin menga mana qo'ldagi apparat yo'q, sizlarga-chi? Sizlarga yo'qdimi? Hop. Ana sima 50 ga o'lchanganda, ammo bu teshyapman-ku. Keyingisini o'sha metka qilib ketyapti. Hozirda qilganda metka qildi. Bu ham mashqda. Bu botirganda narada kiloga teshilyapti. Mana bu tomon ham teshilyapti. Mana ko'ryapsizmi? Teshilyapti. Adashmaysizlar. O'shanda bir xil chiqaradi. Kelib tushadi. O'qildi endi. Bu tomonga o'tamiz endi. Bu tomonni endi mashina to'g'rilab ketaveramiz endi, hajim. Mashinaga. Yo'q. Ko'ruvlachi oxirgacha. Ko'ruvlachi, to'g'ri o'tdi. Ish yakuniga kelganda ichkarida turib bo'lmaydigan darajada issiq bo'ldi. Bugun kun yaxshi chiqdi. Bu ham bir Allohning bir ne'mati, juda go'zal bo'ldi. Ob-havo bugun. Va nihoyat qovunjonlarni ekib bo'ldik. Chiroyli qilib ekib, даже suvlarni ham qo'yib bo'ldim. Tushunasizlarmi? Har bitta dahanini ochib, sug'arib, videoni boshida ko'rgansiz, dori sepgandim. Orqasidan sug'arib, hozir senga sizlarga ko'rsataman. Dahanasini ham salapanlab yopib, mana obunachilar. Mana ko'chatlar. Mana. Suquvni o'zidashi ko'chatlar taygan nam tepib tozgan ko'rlaymi? Bitta to'ldirdimda suvni. Ko'chatgacha emas-ku, o'sha kilongaga tegmas bo'ldi. Bitta sug'ardik, sirazi yopdik. Mana bu tomonda. Bunisi ham xuddi shunaqa, mana og'zi yopilgan. Ko'chatlar tomiri o'sha kilonga ichida qoldi-da. Uzoqdan ko'rsatay-a. Yana ham uzoqdan ko'rsatay mana. Obunachilar ko'z tegmasin. Sizlarni o'g'layim bilan chiroq qilib ekib oldik mana. 6 qator. 6 qator. Mana. Bo'ldi. Suvlarni ham qo'yib oldik hammasiga. Endi Mirashkor aytayaptiki, ana aka, ekib bo'lgan bo'lsangiz, suvni qo'yib bo'lgan bo'lsangiz, qaytib kirmaydi dedi. 4 kun 5 kun umuman ichga kirmaymiz. Qolaversa men tashqarilarni ham ko'rayotgan bo'lsalarim, polni kilonkalar tushirib, jajimlab, bitta-ikkitalik mayda-mayda teshi joylari bordi. Ularni sko'shlab, eshiklarni mana yopib qo'yganmiz, chotka qilib yopib qo'yganmiz. Endi 20-30 ta ko'chat ortib qoldi, neta turibdi. Unga suv quyib qo'ydik. Nimaga sirazi suv qo'yib yubordi deydigan insonlar ham bo'lishi mumkin. Bu ko'chat suv quyilmagan ekan. Chanqab turib keldi-da betga. Chanqab turib keldi. Shuncha biz sirazi dorilarni ariq ichiga chachib turib, chotka qilib turib suvni qo'yib yubordik. Shu bilan qaytib kirilmaydi. 5 kun, 6 kun desa ham bo'laveradi. 5 kun 6 kundan xudo xolasa sizlarga
5-6 kunga holatini ko'rsatib boraman. Mana bugungi holati, ekilgan holati mana. Ko'rib olayni, 5-6 kundan keyingi o'zgarishini albatta sizlar bilan sekin ko'ramiz. Bugungi kungacha qilingan ishlarni men o'rganib oldim. Sizlar ham o'rganib oldilaringmi? Endi odam qilgan ishni odam qiladi. Sekin-sekin o'rganib boraveraylikchi. Albatta sizlarga ham men o'rganayotgan narsalarimni, qilayotgan ishlarimni albatta yoritib, video tarqasiga ko'rsatib boraman. Ichimizda mirishkorlar ko'p bo'lsa kerak. Bugun ko'pchilik telefon qildi, obed paytida. Almarjon nima bo'ldi deb qovun dedi. Aka bo'ldim desam, video chiqmadi-ku dedi. Video endi chiqadi dedim. Mana shunaqa. Birdan ham seriyat, nariyadan turib uryapti, eshityapmiz. Xo'p, endi sekin eshik ochamiz ichkari. Kech bo'lsa ham baribir issiq. Ichkarida ko'p turavermaylik. Sekin yopamiz. Ko'rdilaring-a? Qattiq qilib yopib qo'ysa eshikni. Bo'ldi. Mana. Endi xudo xolasa nasib qo'shsa 4-5 kundan keyin ochib tursalar sekin ko'rsataman qanaqangi o'zgarish bo'ldi. Gung ham 1-2 yil yetadigan bo'ldi. 1-2 yil gung solmasdan dorilar bilan yetkazib bo'laveradi. Ana shunaqa gap. Keyin bu narsa ko'rsatib qo'yay. Bu Xitoy janoblar. Xitoy. Hozirgi holat 4,5 kilo o'roq kalla deydi-yu. Xitoyimiz bu. Xitoyga yapon qo'shildi, obunachilar. Tepada yaponlar turibdi, magyarlar. Bugun unashtirish marosimi. O'shancha tepaga chiqishib olgan magyarlar yangi qo'shdi. Bu yerda mech turadi, shamu turadi. Shamuni olib Xitoyga yapon bo'ldi. Bu narsalar chiqdi. Xitoyimiz Germaniyadan kelgan makonlar mana. Bu shamuga shamu. Baxtli oilalardan bo'lib yashayapti bular. Shunaqa qilaylik mana bugun kun ham o'tdi. Nima bo'lsa ham qutulib oldik. Tasik qutulib oldik. Mana tashqari ko'rinish. Teplisam tashqari ko'rinish mana. Bu uzun tokimiz. Toplanamiz. Tek. Hop. O'timiga to'laylik. Bu xashak tovuqlarim. Bedi ham mana sekin chiqyapti. Ko'z tegmasin. Tovuqlar maza qilyapti. Odamlar ham xudo xolasa bilamasi gullasa kerak. O'ringlar o'zi gullash kelib qoldi mana. Aman qaylar. Obunachilar. Ko'ryapsizmi o'ringlar? Qovoq o'raydi-yu. Mana shunaqa o'raydi bu.